Ha? Nima o'tiribsan? Oyijon urishdilar. Kimga yig'lash kerakmi? Nima deb urishdilar? Ajollarni yuvmaysan, bibisori qusib tashagan, sasib ketdi dedilar. Kirmoshniga ham sig'maydi. Yaxshi ham blogersan-da. Instagramda ekspress ximchiska bor. Ularga berib yuborsang, o'zligisi top-toza qilib yuvib olib kelishadi. Rostdanmi? Chaqiraymi? Chaqiring. Kim aka? Ekspress himchiska keldi. Oyijon. Mana rahmat, assalomu alaykum yaxshiliklar. Mana shu hammasini yubka berasa qanchaga keladi? Voy, rahmat. Ha. Endi oyijon meni urishmaydilar. Azizlar, ekspress himchiskasiga gap bo'lishi mumkin emas. Endi qaynonamga gap eshitmayman. Chunki ajollarim yuvildi. Chotki bo'lib yuvildi, ham qaranglar. Maxsus upakovkalar qilib yuvib kelishibdi. Kстати, ekspress himchiskasi oddiy kir mashinada emas, maxsus o'zi yuviladigan kir mashinasi bor. O'shanda yuvishadi. Kir mashinaga chunki ajollar sig'maydi, azizlar. Va maxsus ekologik parashoklarda yuvishadi. Shuning uchun hech qanaqa allergiya chaqirmaydi. Yumshoqqina bo'pti, mayingina bo'pti. Uy, bibisoran teridek bo'lib qoldi-yu. Yumshoqqina bo'lib qoldi. Bir xilga ajollar yuvmasdan oldin bilasam, usti qattiq bo'lib ketadi. Xuddiki shakar choy to'kib yuborgandek. Hozir esa yumshoq, yengil ajol sotib olgandek bo'laman, ishoninglar. Bitta ajolni puliga sizlar ikkita ajol yuvish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni ularda hozir 50% chegirma. Ishonchinglarni komil qilinglar, chunki ajollarga gap bo'lishi mumkin emas. Mana.